أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من الراشدين آمين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: قال ثم يخرج غداة التروية. Biz o'tgan darsda haj yoki umrga kelgan kishilarningki tavaful qudum Makka qilgan faoliyatini tamomlab bo'lgan. Undan keyin haj ifrod, haj qiron qilganlar Makkada ehromlik holatida saqlaydi o'zdi. Haj tamattu qilganlar ehromdan chiqib, kiyimini kiyib, erkin azoda saqlab turdi. Zulhijjaning 8-kuni Yevm-i Tarviya Minoga borgan kunda ehromlik kishilar ehromlik holatida bo'ldi. Haj tamattu uchun ehromdan chiqib ketganlar o'zi turayotgan yotoq mehmon kishilardan ehrom bog'lab Minoga bordi. Qachon bordi desak, bomdan o'qib, nashis qilib kun chiqqandan keyin Minoga bordi. Ammo 8-kunda ilgari zarur ishlardan biri cho'qim shu haj faoliyatining jarayonini dars qilib o'g'itib 7-kuni masalan Minoga borishdan bir kun burun Mino Arfat Muzdalifadagi haj faoliyatlarini aniq tushuntirib dars qilinishi lozim. Ya'ni o'shaga chiqadigan hojilar buni o'rganishi intayin zo'r. Xatolik qilib haj kam bo'lib qolmaslikda, qon kelib qolmaslik uchun. Tarbiya degan so'z shu kunni yovun tarbiya deb ataladi emasmi? Nima uchun shunday atalgan desa, bu irtiba, ya'ni shu ichish, sug'urish, shu munosabatda shu so'zdan kelgan deyilibdi. Mina Arfatlarga chiqishdan burun Minoda quduq yoki narsa bo'lmag'achqa tugilarni sug'urib, o'zi ichish va tartilish uchun suvni qachilab elib olgan kun, yana shu Minoga chiqish tayyorlik qilgan kun demoqchi. Yana bir qarashda İbrahim Aleyhisselam'a Allah Teala oğlu İsmail Aleyhisselam'ı bo'g'izlashni amr qilgandan keyin tarbiya deb atalgan taravva. Bir kun shunda bir o'zini tutib, tafakkur qilib, saqlab turganlik uchun tarbiya deb atalgan deyilibdi. Yoki imom mush kunda Minoga to'plangan hojilarga haj faoliyatlarini rivoyat qilib, so'zlab turganlik uchun. Ehrom bog'lab yoki ehromga Makkadan shu otlangan chog'dan tortib talbiya, zikr, tahlil, duoni tashlamay har qanday ahvolda tuturdi. Va huwa thaminu Zulhijja. Yevm tarviya Zulhijja oyining 8-kuni ila Minoga. Mina desan bo'ldi, Mina desan bo'ldi. Masruf, g'ayri masruf. Nima uchun Mina deb atalgan? Lug'at ulamolarininki mashhur qarashida Minoda qurbonlik va hadiya mollarninki qini ko'p eqitilgan bo'lishqa, ya'ni tunna eqitilgan degan ma'noda qon ko'p eqitilgan joy degan ma'noda kelgan. Yana bir qarashda Odam alayhisalom Jibril alayhisalomdan ayrilgan chaqda biror tilakim bo'lsa tilagan degan chaqda men jannatni tilayman degan. Yani atamanna al-janna. Mina Makkadan 3 mil, yani 5 kilometr ariqda. Hozir Makkaning ba'zi mahallelari Minoga tutishib ketadi. Lekin shahar masjiddan mansaq 5 kilometr atrofida. Nima chiqilib bo'ldi. Ariqda bir tunnel var, agar tunneldan nima chiqsa, asalom chiqadi. Fayanzilu bi qurbi masjidil khayf. Minoga chiqqandan keyin Masjidul Khayfning yeniga tushdi. Khayf degan so'z unda tağının bağırı emas. Vadinin en chuqur o'ymonliq emas, bo'lsa üstrak tağının bekini degandek bunda buyoqda bir masjid bo'lg'ashqa Masjidul Khayf deb atalgan. Bu shu Masjidul Khayfning qiyishiga berib tushish Hanafi mazhabida mustahab. Çünkü Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu tushgan bo'lg'ashqa. Fayabitu biha hatta yusalliya al-fajr yawm Arafa. Minoga chiqib Etsi Arfat günü bomdadni o'qigan qadar shu joyda kechsi qo'nadi. Fa yusalli bimina az-zuhra wal asra wal maghrib wal isha wal fajr. Demak, Minoda 5 namozni o'qiydi. Yevm tarviya atganda bomdodni Makkada o'qib chiqdi.
Mina çıkandan keyin pişim, esir, şam, dan ve ertesi etigende bamdat namazını okuydu. Bu namazlarını kasır kılıp okuydu. Cemlemey her birini öz vaktida lekin kasır kılıp okuydu. Mekke seferinden gelgeni şunda, lekin Mekkelik bulup kalsa tulup okuydu. Yani şu Mina'da namazını kasır kılışının sebebi hakkında ulamalar akıl karıştı. Yani tahlil kılıp nima uchun kasır o'qildi mush Mina'da degan masalada birinchi qarashda safar bo'lganlik uchun edi. Safar bo'lganlik uchun desa Makkilik kasır qilmaydi degan gap chiqdi. Chunki musafir bo'lmag'achqa. İkinci qarash nusuk bu haj faoliyati sababidan kasır qilish yo'l qo'yilgan. Chunki haj jafoli bo'lganlikdan buni yengillatish uchun shunda qilganda u chog'da musafir bo'lsin bo'lmasin kasır qiladi degan gap chiqdi. Şimdi qarashda jafo mushaqqat bo'lgan musulmon. Ammo yolg'iz o'quvchi jamoatidan o'qimay, yolg'iz o'qigan taqdirda xolisa kasr qilib o'qiydi, xolisa to'liq o'qiydi. Biz kitob salatda bayon qilib o'tgan Hanafi mazhabining qarashida Arafat va Muzdalifadan boshqa o'rinlarda jamlab o'qish yo'q degan. Tushunammi? Jamlab o'qish ba'd desimi faqatlan shakli jihatdan jamlab o'qigandek, lekin har ikkisi o'z vaqtida o'qilgan bo'lsa, jam'i suri bo'lib joiz bo'ldi. Yo'q, bu sizning shay bo'lgandan keyin necha kun turishlariga bog'liq. 15 kunni ortiq turgan bo'lsalar, to'liq o'qiydi. Unda az turib qolsa qasr. Bundan keyin Mina'da her bir namozni o'z vaqtida qasr qilib o'qiymiz. Hajga borgan vaqtimda chedirda shu g'alaba bo'ldi. Qasr qilib o'qiymiz. Qasr qilib o'qiymiz degandan bu nima uchun qasr qilib o'qiymiz? Jamlab o'qimaydigan demaymiz deb g'ulg'ulli paydo bo'ldi. Shuni yana qilsam tutasan. Ana shu qasr qilib o'qisa joizligida ijmo. Qasr qilib o'qishning joizligida ijmo. İmam Müslim İbn Umar radıyallahu anh'a rivayet edilen bir hadiste qala salla Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bimina rak'atayn ve Ebu Bekr ba'dahu ve Ömer ba'da Ebu Bekr ve Osman sadran min khilafatihi thumma inna Osman salla ba'du arba'an. Rasulullah ve ikinci halifeler Ebu Bekr, Ömer, Osman bula Mina'da ikki rekatdan o'qigan qasr. Hazreti Osman'ın ahirki devirde Hazreti Osman 4 rekat o'qigan. 4 rekat o'qiganligini nima uchun desak, Hazreti Osman radhiyallohu anhu Makkadan o'ylangan. Makkilik bo'lg'achqa 4 rekat to'liq o'qiydi deb shunda o'qigan. Bu nimaning dalili? Bayatın dedik, qasr qilishning sababi safar. Qasr qilishning sababi safar degan tahlilni kuchlantirdi. Yani Hazreti Osman men musafir emas, Makkilikda to'liq o'qigan. Eğer nusuk desek, ecbali için ya qiyinchilik uchun bunda qasr qilish ruxsat qilingan desek, qiyinchilik Makkalikligimi o'xshashda. Qala hakada fa'ala Jibril bi Ibrahim va Muhammadin alayhissalam. Ba'zi ajizlar sizlar shunda kelgan, lekin bu yerda hozir asosiy nurimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamningki shunda qilganligi. Yani şu Mina'da bu 5 namazını o'qiganligi, qasr qilib o'qiganligi, jamlamay o'qiganligi şu delil. Ve huvel manqulu min nusuki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Keyingi bette ve huvel manqulu min nusuki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi hadith Jabir radıyallahu anhu at-tawil في مسلم فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس. Sayın Müslim'deki hadis. Yani bir hadiste İbn Abbas radıyallahu anh'a rivayet edildi. Ebu Davud rivayet eden sayı hadisken أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم التروية بمنى وصلى الغداة يوم عرفة بها. قال وهذه البيتوتة سنة. Şu güne keçisi Mina'da qo'nash, yani mush qo'nash hukmi sunnatdir. Mush qo'nashning hukmi sunnat, Mina'da ashbash namozini o'qish sunnat. Undan keyin uzrlik bo'lib, mush sunnatga amal qilmay qolsa, gunoh bo'lmaydi. Uzrsiz amal qilmay qolsa, makruh.
en afzal ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e iktida kılışını yaşap koyan buldu. Hazır mutavvuf mekteplere yani tavaf işlerini bezirgen şirketler acilarını minaga çıkmay bu 9. güne etigende erpaklık taşlatıldı. Yani bu sünnetini terk ediyorlar. Çıkım ketidi, avarçılık buldu deb sünnetini terk ediyor. Sünnet deganliken kechisi Minada qo'nashni terk etib qolsa, kechisi qo'nmaydi. Makkadan chiqmaylam, udul Arafat chiqib qoldi 9-kuni. Bunda qilgan taqdirda qon kelmaydi. Faqatlam bu yaxshi qilmagan bo'ldi. Makruh ishni qilgan bo'ldi. Yani bu sünnet deyişiler, mesela her işlerde bu sünnet kan kelmaydi deyişiler, onu kılmasın olduken, bunda işken de bunda şunu kaçak olmaydı. Yani biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yıkılır, ergişimiz de, İbrahim aleyhisselam, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kıyığında kılman da bağadan boğanırken, kıyığında kılıç lazım. Bu mühim işlem. Yani bir taraftan bunda değişik oldu. Mina'da konaş, Arafat günü için bütün vücudunu tayarlaştı ibaret. Tenterbiye çıkardım, başta 15'in bedenini kızdırdı o, şuna okşar. Şu mühim günge aldılan Mina'ya çıkıp, bütün turutep, özünün ruhi maneviyetini tayarlap, anlamıştı. O Mekke'den udul çıksa, şehirden işidin, varan çürüğün, galva, başka her türlü insan canlıktan nasıldan udul Arpa çıkıp kalsa, belki bunda tayarlanış bulmasın. Hatta mesela feriz namazlar için mi? Feriz namazdan aldığı sünnet namazlarını feriz namazlar için tayarlanış da parayla. Aynen mühim bir ibadetke tayarlık kılış ibaret. Çünkü bu sünnet namaz kılmasın bulduğun da sal karaş bulmayı. قال ولو بات بمكة وصلى هذه الصلوات بها جازا. Keçisi Mina'da konmay, Mekke'de konmakta Mina'da kişilertakta ve şu 5 namazımı Mina'da okumay, Mekke'de okutlarsa boptun meylen. Caza denge bazı Mina'da, umu doğru bulavurda çatakla denge yapamaz. Boptun meylendi. Cezalar ise kan kelmeydi o, lekin başka yaptığı olmaydan buna kalan. Meyleyen. لِأَنَّهُ لَا نُسُكَ بِمِنَا هَذَا الْيَوْمِ. Meyli boptu deyimiz ne için ise Mina'da şu güne şu 5 vakit namazını okuştum başka Allah'a kıldığım bir faaliyet yok. Fakat başında özümüzü da teyarlap oturduğun gibi. وَقَدْ أَسَاءَ لِمُخَالَفَتِهِ السُنَّةِ. Sünnetki hilaflık diğerlik için yaxşı kılmağın buludu. Mekke'de şu musafir olsa kasır kıldı, mukim olup kalsa tulup okuydu. Şu yatakta mesela Kaç 5 namazını okuyan çağda şu namazdan sizin kasır kıldığınız olup kalsa şu kişi musafir olsa kasır kılıp okuydu. Eğer musafirden hükmü olmasa tulup okuydu. Şu neç gün turuşa bağlı. Yani bir mezarın karşı 15 gün bağının artık turman da kalsa Mekke'ye gelse tulup okuydu. Başka acılar mı şundan? Eğer imam xudo qilsan var, imam to'liq o'qiydi, majbur to'liq o'qigan kerak. O'zing o'qib qolsanglar qasr qilsan. Lekin haramda qasr o'qiydigan, o'zil kelib qolsan, yolg'iz o'qiydigan qasr o'qiydi, to'liq o'qiydi. Ve yaqulu 'inda nuzulihi bimina minaga tushgan vaqtida mushunda duo qiladi. Allohumma hadihi mina Ey Allah, mana şu minadır. Ve hiye mimma menente biha aleyna minel menasik. Bu mina bizge ihsan qilib ata qilgan haj faoliyatlarining jumlasidan. O'sha qo'nash, o'sha turish va shunday faoliyatni qilish bizga o'zlari ata qilgan haj faoliyatlar jumlasidan. Famnun alayya bima menente bihi ala ibadika salihin. Şuna mana salih bandalarga ato qilgan xayr ehsondan ato qilg'aylar deb duo qildi. Va shunga o'xshash mazmundagi yaxshi duoni qilsa bo'ldi. Bu duolar salaf solihlar, ulamolarimiz, kattalarimiz qilgan duo mazmuni yaxshi. Lekin hadislar kelmagan, shu mazmunda va shunga yaqin mazmun duo qilsak bo'ldi demoqchi. Yani bazı kitaplarda şunun takıp Allahümme inni a'udhu bike minel hirmani vel musibeti fi dini ya erhamer rahimin diyeceğine bazı kitaplarda Allahümme iyyâke ercu ve leke ad'u ve ileyke ergab Allahümme belligni salih ameli ve aslih li fi zürriyeti amin. Muşunda duanı kılıdı değil.
Qala thumma yatawajjahu ila Arafat. Yani 9-cı günü banda noq bolgandan keyin, gün çıqqandan keyin andın Arafatga yüzlenip mağdı, yürüyüş ketidi. An Cabir ibn Abdullah radıyallahu anhuma fi sıfatı hiccetin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Cabir ibn Abdullah radıyallahu anhuma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin hiccetil veda'da qilgan ecb haletlerini rivayet qilgan uzun bir hadis var. Şu hadiste bunday kelgan. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة. Bu hadisin baş tarafını biz bayatını okuttuk. Mina'da şu 5 namazı okuydu. Bundan keyin banda to'g'andan keyin birdan to'xtatib kun chiqqandan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Arfat tarafga yurib ketdi. Kigiz chedirdan birini Arfatga Namira degan joyga kurishga buyurdi. Kurashdan bo'lgan musulmonlar shu chaqda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Muzdalifaga berib to'xtaydi, Minada yurish qilib Muzdalifaga berib to'xtaydi deb o'ylagandi. Chunki biz o'tgangi darsda Muvattaning darsida dedik ama Mekkelikler biz başka joylardan kelgan hacı qaraganda alohida biz hummuslardan biz o başka yerden kelgandik Arfatda turib qilishimiz shu Mash'aril Haramdan to'saq bo'ldi. Ya'ni Mash'aril Haram ahli haramdan sirtib chiqishimiz bo'ldi degandek shu Muzdalifadan turib o'tdi. Rasululloh Minada Muzdalifaga mangan chaqda Qurayshdan bo'lgan musulmonlar aqshan shu burunqidek Quraysh Muzdalifada turgandek eşya turdi deb o'ylagan vaqtida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Muzdalifadan o'tib Arfat ko'rib to'xtagan. Bu İslamiyatdan keyingi ahvol. İslamiyatdan burunmi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam haj qilgan vaqtida Qurayshliklar masalan Muzdalifada turgan bo'lsa Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Arfatda qoidali joyda turgan. Sahih Buxoriyda Jubayr ibn Mut'im radhiyallohu anhu rivoyat qiladi. Tugalmish ketibmi bu joydan kelib, Arfatning qishdan shunda o'tsam shu kuni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ashya tug'anligini ko'rdim. Bu Qurayshlik to'sib bermish turganda da bayram qilgandim. Demak, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shu chaqda asli qoida bo'yicha turgan. Qurayshliklar ajdan faoliyatlarni ajda o'zgartirib o'tgan. Arfatga kun chiqqandan keyin menish mustahab. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday qilgan bo'lg'achqa. Ulamalar musabirdek mustahab deb qaraydi. Thumma yatawajjahu ila Arafat. Arafat uchun Arafat deb atalgan. Arafat degan u ko'plikqa jam'u Arafa. Bu shu hojilar turadigan joyning ismi. Shu joyning har bir bo'ligi Arafa. Arafa va jam'u Arafat. Masruf. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله. Arafat deb atilishlik sabab chunki Adam alayhisalom dastlabki jannatdan tushgan vaqtida Hindiston tushgan. Havo anamiz jiddiga tushgan. Keyin bular 40 yildan keyin, 10 yildan keyin Arafatda ketishgan. Shuna Arafat yani tunishgan, tepishgan degan ma'noda Arafat deb atalgan. Endi rivoyat bor. Qila Arafat tunishganlik uchun shunda atalgan degan qarashlanmasa tahlillanadi. Kitobda shunda bor. Yana bir qarashda Jibril alayhisalom İbrahim alayhisalomga haj faoliyatlarini tunutib o'tib qo'ygan joy shu bo'lg'achqa Arafat deb atalgan. Yana bir qarashda Arfatda hojilar gunohlarni e'tirof qilib mag'firat tilaydigan joy bo'lg'achqa Arafat yani e'tirof qiladigan joy deb atalgan. قال ولأنه يحتاج إلى أداء فرض الوقوف بها في هذا اليوم. Niçin Arfat qilmaganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shu chaqda Arfat qilganlik uchun va yana Arfatda hajning asos rukni bo'lgan Arfat turishdan iborat muhim bir ibodat ado qilingan bo'lg'achqa shu yerga ma'noda va yanzilu biha ya'ni bi Arafat Arfat qilgandan keyin Arfatninki ash mavqifning qaysi joyda tursa bo'lardi. Arfatninki shu Jabalur Rahma atrofi turish shu afzal. Bunun başı joyi tursin bo'ldi, lekin
Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qanday qilgan? Namira degan joyga tushgan. Namira degan joyda masjid bor. Bu masjidni Ibrohim alayhissalomning masjidi, Masjidul Xalil Ibrohim deb ataydi. Yoki hozir Masjidul Namira deb ataydi. Lekin bu yerga tushgan vaqtida diqqat qilganimiz, Namiraninki qibla tarafdagi bir qism joy bu Arfat tava emas. Arfatniki unda chegara belgilari tiklab qo'yilgan shu atrofda. Ba'zi kishilar uqmay Arfatning sirtida Muzdalifa taraf turib qoladi. Ay masjidning bir qismi Arfatning sirtida bo'lishi mumkin. Shu Masjid Namiraning bir qismi. Shuni buni diqqat qilib, Arfat doirasida turish qattiq diqqat qilish lozim. Bo'lsa shu Jabal Rahmat rabit tursa, yaxshi. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Namira degan joyga tushib, xutba so'zlab, peshin bilan asrni o'qib, darhol mavqifga, ya'ni Arafat tarafga minib ketgan. Rasulullohning bu yerga tushganligi, o'sha tushib bir namoz o'qilib, uni mana shu uchun bo'lgan bo'lishi mumkin. Yoki Arafat darsi o'qiganga o'xshashda shu yerda qilgan bo'lishi mumkin. Lekin biz hamda o masjidga bir tushib, yo namoz o'qib, oyoq berib qilmagandan keyin hozir sharoitda chetdan topolmaymiz, yo'l yuribmiz, bunda bo'lgandan keyin biz u dol shu mavqifga berib, shu yerda peshin bilan asrni o'qib, talbiya va tahlil aytib turishimiz lozim. قال فإذا زالت الشمس توضأ أو اغتسل. Kun qayralgandan keyin namozga olganda kishi tart oladi yoki imkon bo'lsa yuyinadi, do'stlik qiladi. لأنه يوم جمع فيستحب له الغسل. Chunki bu nurg'un insonlar to'planadigan, istansilik bo'ladigan bir kun. Shunda bo'lg'achqa xuddi juma kuniga, hayit kunlariga do'stlik qilish mustahab bo'lgandek, Arfat kuni uchunmi do'stlik qilish mustahab bo'ladi. Hanifi mazhabdagi ba'zi qarashda, azroq qarashda, mush Arfat kuniga yuyinish sunnat deb qaralgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yuyingan bo'lg'achqa sunnat deb qaralgan. Asos to'rt mazhab imomlar ittifoq. Mush kunda yuyinish mustahab, yoki tajovuzan mustahab, sunnat mustahab deydi. Shafiy mazhabda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tushgan chog'i Namira degan joyga tushgan bo'lg'achqa, sen berib shu Namira degan joyga tushishni sunnat deb qaraydi. Bizda o'xshash, ne tushsang bo'ldi deb qaraymiz. Ma kitobda yuyinishning mustahabligiga qiyosdan dalil keldi. Tamam? Unda qiyos ala yomul juma va al-aydayn. Lekin bu vaqtda ba'zi asarlar kelgan Hazrat Ali radhiyallohu anhudan, ana Ali radhiyallohu anhu lamma su'ila an al-ghusl qala yawm al-jum'ati wa yawm Arafa wa yawm an-nahr wa yawm al-fitr degan. İmam Tahavi Şerhman al-Atharda, İmam Bayhaqi Sunan Kubra rivoyat qilgan. Şeyh Albani sanad sahih degan rivoyat qilgan kitobda. Yana an Nafi' an Ibn Umar radhiyallohu anhu annahu kana yaghtasilu liwuqufihi ashiyata Arafa. Bu Muvatta'da kelgan. Ibn Umar radhiyallohu anhu Arfat maydonida turish uchun etgan Arfat degan kechda jo'natdi. Shu kecha Arfat kuniga tavamizmi? Arfat qildi turish uchun jo'natdi. Sunnat deganlar balki bu tarafdan sunnat degan bo'lishi mumkin. قال فإن صلى مع الإمام صلى الظهر والعصر بأذان وإقامتين في وقت الظهر. İmam bilan namoz o'qib qolsa, imom bilan deymizcha imom kimni ko'rsatdi? Xalifatul muslimin, imomul muslimin, raisud davlat islomiyya deganda. Yoki shu imom tayinli, imom kelmaydigan bo'lsa, sizga imom tayinlagan imomul haj deymiz. Amirul haj deydi bu. Masalan, Hazrat Umarmo endi haj keldi-ku, Abu Bakr keldi, Hazrat Ali, Osmonli keldi. Ular kelmagan chog'da boshqalarni emir qilib uyatdi. Shu imom yoki emir shu maqsad qilingan imom degan. Yoki shular tayinlagan imomlar. Hozir bir joyda bir masjidlar hammadan biraqlam bir jamoatlar o'qish imkoni bo'lmagan ekan, u yerda o'qigan bo'lsa, shu o'rinlarga tayinlangan imomlar. Endi hozir u yerga hammaga unda tayinlab bo'lmagan ekan, musulmonlar shu chedirlarda, hojlar shu chedirlarda o'zi tayinlangan imomga itoat qilib namoz o'qiydi. Undan keyin o'shada fa in salla ma'al imam degani xalifatul muslimin yoki xalifatul muslimin tayinlagan qo'mondan imom degan. Shuni bilan birga namoz o'qib qolsa, sallat zuhra val asra peshin bilan asrni jamlab o'qiydi.
bi azanin ve iqameteyni. İkisiye bir azan okuydu, çıkıdım ayrım tekbir düşürdü. Fi vakti zuhri. Esirdim o, peşin vaktida peşin bilen billam okutudu. Cami takdim. Peşin vaktida esirdim o billa vaktini ilgiri sürüp okutudu. Bunda icma var. Yani barlık ulemalar icma kek. Bunun icma bağlıqına İmam Nevevi, İbn Abdülbar, İbn Munzir, İbn Daqiq-ül-Eid, İmam İbn Teymiye qatarlıq şu katta mütəvvir ulemalar naql qilgan. Bunda cəmləb oquşdan hükmü sünnet. Nima uchun desa faqat tawatara naqlu an Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bil jam'i baynahuma. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mush o'rinda peshin bilan asrni peshinning vaqtida jamlab o'qiganligi haqida mutawatir rivoyatlar kelgan. Mesela astaqarsanlar İmam Ahmad Musnadda Abu Davud rivoyat qilgan hadisda İbn Umar radhiyallohu anh rivayet qildi. Gada Rasululloh sallallohu alayhi vasallam min Mina hina salla subha fi sabihati yawm Arafa hatta ata Arafata fanazala bi Namirata wa hiya manzilul imam alladhi kana yanzilu bihi bi Arafa. Ana şu. Çünkü hac emirleri şu joyga tushdi adatlar. Hatta idza kana 'inda salati az-zuhri raha Rasululloh sallallohu alayhi vasallam muhajjira. Peşin vakti gün taza kızgan çağda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem berip fecema'a beyne zuhri vel asr peşin bilen esrini cemlek okudu. Thumma khataban nas ondan keyin hutbu sözledi. Thumma raha fe vaqafa alal mevqifi min Arafa. Ondan keyin Arafat'ın turgan joy berip turdi. Bana dikkat etsenler hutbini namazdan keyin okudu degan nima chiqdi. Shunama marivayat. Lekin hutbini Hanefi mazhabda cuma namazda kılan namazdan burun okuydu. Cumhur ulemalar şunda qaraydi. İmam Malik bayatın hadisga asosan namazdan keyin bu so'zlaydi deb qaragan. Hanefi mazhab qarashida kun qayrilgandan keyin, peshin vaqti kirgandan keyin azan to'lindi. Azan to'lgandan keyin imom bu so'zlab undan keyin namozni o'qiydi. Yani bu to'rt mazhabda mushunda, lekin bununki ilgir keyin bo'lishda Maliki mazhab keyin deb qaraydi. Jabir radhiyallohu anhuning uzun bir hadisida kelishcha hatta idza zag'atish shamsu amara bil qaswa faruhilat lahu fa'ata batn al-wadi fakhataba an-nas wa qala inna dima'akum wa amwalakum haramun alaykum ka hurmati yawmikum hada fi shahrikum hada fi baladikum hada. Aşı mashhur xutbani shu Namira degan joyda peshin va asrni o'qishdan burun so'zlagan. Hanefi mazhab va jumhurning qarashida xutba ikki xutba bo'ldi. Arliqni jindek o'tirashidan fasil qilib, juma kunidagidek qilib ikkiga ayirdi. Hanbali mazhabning qarashida bir xutba bo'ldi, o'tirmaylar. Agar juma namozida xutba so'zlaylar, namoz o'qisa, juma o'qisa bo'lmaydi. Xutba jumaningki shart etdi. Nima? Lekin Arafatda xutba so'zlansa namoz joiz bo'ldi. Lekin shart emas. Jabir radhiyallohu anhuning shu uzun hadisida kelishcha summa addana summa aqama fa salla zuhra summa aqama fa salla al-asra va lam yusalli baynahuma shay'an. Yani o'shada ikki qitim takbir tushganligi, bir qitim azon to'lganligi chiqdi. Va rawa Jabirun radhiyallohu anhu bi adhanin va iqamatayn. Mushadis shu. İmam Malik rahmetullah alayhi ikki namozga ikki azon to'laydi degan. Masayidis İmam Malikqa qarta Hanefi mazhabning dalili bo'ldi. Yani jumhurning dalili bo'lar. Sayidis bo'lar. Bunun jarayoni qanday bo'lsa, va huwa an yu'addina va yuqima al-zuhri. Aldilan peshinga azon to'lab, takbir tushirib peshinni o'qiydi. Summa yuqimu lil-asr. Undan keyin peshinni o'qib bo'lgandan keyin asrga takbir to'lab o'qiydi. Li'annaha tu'adda fi ghayri vaqtiha. Nima uchun bunun azon to'lmaydi, peshin bilan azon to'ldi desa, chunki u o'z vaqtida o'qilmay, peshinning vaqtida o'qilganlik uchun azon to'lmaydi. Yoki shu bir azonda shu kunda ikkisini jamlab o'qiydigan qoida bo'lg'achqa, bir azon ikki namozni o'qishga kifoya desak bo'ldi. Fa yuqimu i'laman lahum. Shunda yana bir qatam takbir aytishning sababi, asrga ayrim takbir aytishning sababi shu desa, bu o'z vaqtida o'qilmagan namoz o'qishga boshqalarga uqtirib qo'yish uchun hozir yana asrni o'qitimiz, xayrli qiling, sabrashlab
turish uchun deydi. لأنه لو لم يقم çünkü o ayrım tekbir şimsa sirge ربما ظنوا أنه يتطوع cemaat imam nafile namaz okuyup tuğan okşaydı deb o'ylab qolishi mumkin. Yani sünnet yani nafile namaz okuymanda tuğan okşaydı deb o'ylab qoladi. Fala yashrauna ma'al imam. Shunda deb o'ylab qolgachqa imomga iqtido qilib tumaydi namozda. Wala yatatawwa'u bayna salatayn. Ikki namozning o'rtada nafil namoz o'qimaydi. Sunnat ya nafil namoz o'qimaydi. لأن العصر إنما قدمت ليتفرغ إلى الوقوف. Çünkü bu yerda asr namozi o'z vaqtidan ilgari surildi. Nima uchun desak, Arafat maydoniga berib, o'sha turish uchun. Liyatafarraga ila al-wuquf demasakmi, mashaqqat. Masalan, ta'tilishda olsun, jamoatlar bijakli namoz o'qishda olsun, boshqa tarafda olsun bir qiyinchilik bo'lg'achqa jamlab o'qilgan desak bo'ldi. Bu yerda maydonga berib, butun bakovlab turish uchun debdi. Agar maydonda namoz o'qib tursinmi, ashuni turishqa bular chatoq yo'q. Fattatawwu baynahuma yukhillu bihi. Shu orliqida nafil namoz o'qib qolsa, ash maqsad to'liq ado bo'lmay qoladi. Sahih Buxoriyda Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu zamonida keyingi vaqtlar, Xulafo Rashidin zamonidan keyin Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, Hajjaj zolim, Amir al-Hajj bo'lib bo'lgan vaqtida Hazrat Abdullah ibn Umar va uning o'g'li Salimni bilib olgan. Xalifa Hajjaj shunda da topilgan. Abdullah ibn Umar nima deb buyursa, shu bo'yicha qilsa edi. Gapini anglaysa da topilgan. Hajjaj Arafat qilgan chog'da Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu bilan Salim kelib, "Mayli vaqt bo'ldi" degan. Kun chiqqandan keyin Arafat mayli degan. Shu chog'da Salim, yani Abdullah ibn Umarning o'g'li Salim Hajjajga "In kunta turidu sunnah fa'qsir al-khutbata wa ajjil al-wuquf." Sunnatga rioya qilsang, xutbani qisqaroq o'qib, namozni o'qiliblamga chiqib berib, Arafat tutgan. Yani bu xuddi muhim ish shu Arafatda turishdan iborat, maqsad shu deganni ko'rsatadi. Faja'ala yanzur ila Abdullah. O'g'li agarni qilgandan keyin dadisiga qarab turdi. Shunda qilsam bo'lamdi, ruxsat olgan shaklda. Falamma ra'a zalika Abdullah qala sadaqa. O'g'limning degan gapi o'z qilsa deb tasdiqlangan keyin undan bu ikki namozning oraliqida nafil namoz o'qimaydi. Yani farzni garchida o'qitib bilan muhim bo'lgan shu vuquf ishini qilib olaman demoqchi. Agar oraliqda nafil namoz o'qib qolsa makruh bo'ladi. Bu hamda qachon namozni o'qitib bilan masjid namira degandek yani namoz o'qitib mavqifda berib aşağıda turvalli degan chaqda agar hozir biz degandek hozir sharoitdek udul shu mavqif berib chedira ushlab tushsak namoz o'qib tursinmi shu o'qib vaqumu lillahi qanitin deganda bizning uzun turishdir. Zaman duo qilib turishak, uzun turish. Agar orliqda sunnat o'qib qolsa, Hanafi mazhabining qarashida, ash imom bilan ashunda namoz o'qib bilan mavqifga berib turadigan holatda orliqda sunnat o'qilib qolsa, bu chaqda makruh bo'ldi. İmam mu, cemaat mu, hammasini qilib orliqda sunnat o'qib, uniki o'qigan bo'lsa, ikkinchi azonni shu asrning azonni qayta to'laydi. Arliq sunnat o'qimasa, aqaqidan takbir tushirib, azan to'limaylam o'qitdi. Asrga azan to'limaylam o'qitdi. Qala wa in salla wahdahu salla kull wahidatin fi vaqtiha. Agar u imomul muslimin bilan o'qimay, yoki imomul muslimin bilgan imom bilan birga o'qimay, yolg'iz o'zi o'qib qolgan ahvolda har bir namozni o'z vaqtida jamlamaylam o'z vaqtida o'qiydi. Nima uchun desa, bu yerda shart qilingan ba'zi shartlar to'liq bo'lmay qoldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam jamlab o'qigan, lekin qanday sharoitda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga iqtido qilgan jamoat bilan ihramli holatdagi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam imomul muslimin tashnama, imomimizga iqtido qilgan holatdagi ihramli kishilar bilan ashunda jamlab o'qigan. Bunda shartlar bor. Imomul muslimin bo'lishi, ya uning belgilab qo'ygan imom bo'lishi, ikkinchisi jamlab o'qilgan kishi ihramli holatda bo'lishi lozim degan Hanafi mazhabining ikki sharti bor. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam jamoat bilan
Cemle okugan çağda kanda iki şart batırı. Bundan ki siz mi bu şunda bir kentçilikten bahriman bulaydıysanız Resulullah ve şu çağda Resulullah'la açıklayan sahabındaki şeraitli olsanız bahriman buladaysınız. Bundan bulmuşsanız öz vaktiniz okuyasınız. Yani bir mezatının karşıda Erpaat'ta peşimli eserin cemlet okuşunun şartı var. Bu olsun mu? İmam bulaş lazım. Yani İmam Müslüman. Yani şunun orunu turduğun belgelenge imam. İkincisi bula ihram bağlap boğan bulaş lazım. İhram bağlamayan birisi o nüdün bahriman bulanmaydı. Şuna bu şartga asasen aşk namazının birisini yalnız okuyan adam bulup kalsa mesela eserini yalnız okuyan adam bulup kalsa öz vaktida okuydu. O peşimli vaktida okumaydı. Ya ki ihramsız okuyan adam bulup kalsa o mu her kelimini öz vaktida okuydu. Çünkü namazını cemlep okusa ruhsat yok. Lekin sahiben ve cumhurla bula yalnız okuyan kişi mi cemlep okusu buludu deb qarab. İmam Tahavi, yani bu mezhep İmam Tahavi, şu sahibenin karışını tanıgan. İmam Bukhari, Seyyide, muallakalatı rivayet kılışça, İbn Ömer radıyallahu anh, kâne idâ lem yudrikil imâme yevme arafata, cema'a beyne zuhri vel asri fi menzili. Fi menzili diyen, şu Erpat'taki çedirler demek. İbn Ömer radıyallahu anh, yalnız olsun cemlep okuyurken, sahibenin ve cumhurunun delili şu. Yani bir mezhebden delil şu. Mesela Allah Teala inna salate kânet alel mu'minine kitaben mevkuta dedi. Vakti belgelengen uyanmayan kılıktan meyser. Yani fakat lan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bilmemde halette vaktin süretken boğazka sen mi şu halette olsan vaktin süreleysen. Bu halette olmasan vaktin süremeysin. Resmi selefilik edilme. Selefilik kelimesi menajment tanım. Resulullah mende halette mundakıgan şu halette şundakısın. Onun başka alet olsa başka şey oldu. Mesela duada kol kötaysa soğudurup sağalındır olmaz. Üç oranda dua kılanca kol kötaysan buldu. Resulullah şu üç oranda kol kötayken. Mesela Uhud'da cemde, onun istisqada, zaman kavadının kaçta mesela. Şu oranda kol kötaysa başka dua kılsan kol kötaymaysa dediğinde kendi karışı var. Çünkü başka dua kılan kol kötaymayandır. Mağmur şunu o şekilde duran bir teveccüh. Mana. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله يجمع بينهما المنفرد. Yalnız okuyan kişi olsun mu? İki namazda cemlep okusu buldu Arafat'ta. لأن جوازه ليتفرغ للوقوف. Çünkü namazda cemlep okuyor. Teşbihada namazdan farık olup Arafat meydanında uzun turuştan ibaret. ويمتد vaktu. Turuşun vakti uzun buluş için. Vel kullu fi dalika seva. Yalnızdan okuyan kişi olsun, cemaatla okuyan kişi olsun, hemmisi bu meselede okşaş. Bu sahibeninki delili. Bayatın biz diyen İbn Ömer radıyallahu anh'dan kelgen muallak rivayet mi? Delil buluşu mümkün. Çünkü İbn Ömer radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iş izlerini aynen kırıştıran sabitte. قال ولأبي حنيفة رحمه الله أن تقديم العصر على خلاف الأصل. İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyhi'nin delili esrini öz vaktinden ilgili sürüteş bu asli kaide zıt. Asli kaide inne salate kânet alel mu'minine kitaben mevkuta. Her bir namazdan ayrım belgelengen vakti battı. Müşahede kaidini buzupla ilgili sürütildi. لأن الأصل أداء كل صلاة في وقتها. Lakin halafnahu fima warada bihi şer'a. Lekin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şunda qilgan bo'g'ashqa, shariatda shunda kelgan bo'g'ashqa biz asli qoidani tashlab boshqacha amal qildik. U bo'lsa qanday holat? Ikki holat. Biri va huval imamu fi salatayn. Yani ashki namozda imom bilan o'qigan ahvolda asrni ilgari surutsa, Rasululloh shunda imom va jamoat namoz o'qigan ahvolda surayotgan. İkincisi vel ihramu bil hajj qabla zawal. Kun qayrilishdan burun, ya'ni aytgan tarafda ihrom bog'lab bo'lgan kishi bo'lish lozim. Shunga ikki shart bor. Namozni jamlash uchun Arafatda ikki shart bor. Birisi
imom bilan jamoat bo'lib namoz o'qish, ikkinchisi peshimdan burun ehrom bog'lab bo'lgan odam bo'lish lozim. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam peshimdan burun ehrom bog'lab bo'lgan. Masalan, birisi kechikdilar, peshim bilan asr oraliqda ulgurib Arafat chiqdi deydi. Aeroplanni shunda kechikdilar, udul nimaga aydirimdilar. Arafat tashlab qo'ygan bo'lsa, ehromni shu chaqdan tortib bog'lagan bo'lsa, uningga bu jamlash ruxsati yo'q. Va fima adahu mush ikki holatdan boshqa holatlarda baqiya alal asl. Asli qoida bo'yicha o'z vaqtida o'qilgan holat qoldi deydi. Undan keyin kun qarisidan burun ehrom bog'lagan kishi bo'lib qolsa, imom bilan namoz o'qisa, jamlab o'qiy oladi deydi. Agar peshimdan burun ehrom bog'lamay, undan keyin ehrom bog'lash uchun jamlab o'qisa bo'lmaydi. Çünkü jamlab o'qish qiyosga zid holatda odatdan tashqari yo'l qo'yilgan. Undan keyin shariat ilib kelgan shartlarga to'liq rioya qilish lozim. Yani bu mazhabning shartlaridan yana birisi asrni o'z vaqtidan ilgari surib o'qish uchun unda ilgari o'qigan peshim namozi to'g'ri bo'lishi lozim. Peshim bilan asrni jamlab o'qidik jamoat bilan. Lekin peshimda xato chiqdi, xato qildi. Yani qayta o'qigan bo'lsa, qana bo'ldi? Biz asrni o'qib bo'lganda peshimdan o'qisak bo'ldi demay, ya'ni peshimga asrni chiqirisi bo'ldi. Yani bu jamlab o'qishning bir sharti oldingi peshim to'g'ri bo'lishi lozim. To'g'ri bo'lgandan keyin asrni uning oxiri bilan agashtirib vaqtini surib bilan juplab o'qiyapti. Agar uning oldidagi peshim to'g'ri bo'lmagan bo'lsa, bu vaqtni surib o'qigan asrmi to'g'ri bo'lmaydi. Asrni to'g'ri o'qib bo'lgan taqdirdami, peshim buzilib ketgan bo'lsa, ya'ni peshim bilan asrni ikkilisini qayta o'qiysiz. Ya masalan namoz o'qib bo'lgandan keyin biz jamoatdan birisi namoz bunda peshimni bunda o'qib qoldik bayatdan chataq qarasak ras chataq o'qdi. Masalan, qada qilamiz, peshim bilan asrni ikkilis qayta o'qiymiz. Inşallah bo'lsin. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka va atubu ilayk. Shunga yalbaman Arfatda qachon o'qiymiz? Jama vaqas. Lekin musafir, masalan, yolg'iz o'qigan taqdirda musafir bo'lib qolsa, qasr o'qiydi. Makka bo'lib qolsa, to'liq o'qiydi. Lekin imom iqtido qilgan ahvolda, agar imom to'liq o'qib qolsa, qasr o'qiydigan odam to'liq o'qiydi. Şu adamınki esrini vaktinden burun cemaatga aytib o'qish to'g'ri bo'lmaydi. Bu adam o'z vaqtida o'qiydi. Esirdan chatoq chiqama esirdan o'qiydi. Chunki oldida peshim to'g'ri. Undan keyin peshimga esirni jiqlatadi. Bu lekin o'zi yolg'iz o'qisa, jamlab o'qimaydi, o'z vaqtida o'qiydi.